Hayot bitta. Lekin uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasvir. Chabdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba, ruhiy quvvat. Bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchni yo'qolishi, yaqinlardan uzoqlashish, tana yemirilishi va ruhiy zulmat. Bu giyohvand.